Aytavering, gapiravering bemalol. Qizchani 12 yildan beri davotaman. 2 yoshdan boshlab buyrak yetishmovchi deb. O'zim ham buyrak o'tkazdirganman, ko'chirib. Hozir mana doriga kuchim yetmay qoldi. Uyni sotganman, shu bolani davlatdan Hindistonga olib boraman deb. Hozir mana shu dori bilan bola o'zgarar ekan. Bu faqat o'zimiz aplikada yo'q. Toshkentda va Hindiston bilan olyapman sotib. Hozir imkoniyatim vabshim qolmadi. O'zim sog'lig'im qochib qoldi. Buyrak o'tkazdirganman, ayam rahmatli bo'lgan. Agar ikkita buyragim bo'lganda bittasini sotib borishni ular davlat edi. Qiz bola. Bir ish qila olmayman uyda. Yaqinda stent qo'ydirdim, o'zim mazam qochib qoldi yurak qisib. Qanday berilgan? Qani nima? Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga chaqirilgan? Bolani 80% ga yetkazdim shu bilan, 80% ga. Oxir tilamchilik qildim mana shu bola uchun. Qiz bola. Necha yoshda bolangiz? 14 yoshda. 14 yoshda. Mana shunday bo'lib qolgan bolacha, mana shunday birinchi sinf bolachada. Maktabga chiqqan yo'q umuman ham. Hozir bu ukolni mana bu ukolni ko'ringchi, nimaligini bilasiz. Bu srochni o'tkazish kerak ekan-da. Bo'ylari pastmi? Mana shunday. O'shanaqa dorilar. Hozir srochni topasizlar. Hozir qayerdan bo'lsa ham davlat telefon qilinglar. Agar Samarqanddan topiladigan bo'lsa, hozirda o'zingiz Samarqanddan topinglar. Agar topilmaydigan bo'lsa, telefon qilinglar Toshkentga, taksiga chiqartirib yuborsin. Bu yoqdan olinglar bu narsani. Shu kunning o'ziga shu kun ukol qilib, menga videosini ko'rsatasizlar ukol qilingan. Kelishdikmi? Men ko'ra olaman. 1 yil davomida olish kerak ekan hokim bu. O'zgarish bo'layotgan ekan. Ilojim yo'q. Imkoniyatim uyim sotgan, uyda yashayman. O'zim bir ishlashga bir svarka deb yordam deb buni qildim, uni ham bo'lmadi, ilojim bo'lmadi. Bizga bo'lmaydi ekanman. Hech zerikmang, biz yordam beramiz, siqilmang. Davayda bo'lmasa bugun hozir topishadi o'zi. Kelishdikmi? Rahmat sizga. Topishadi, agar topolmasa Toshkentdan olib kelib ertaga qiladi. Bugun topsa bugun o'ziga o'tkazishadi. Ma'qulmi? Hozir shu yerda harakat qilamiz. Hozir topinglar qani shu yerdan chiqsa agar shu yerda. Agar ortib yetsa sizga yana kelamiz. Agar tez faqat, srochni. Ertaga Davayda. Rahmat hokim bo'lib, boringizga shukr.